Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Oltiariqda sentraga tashrif buyurganmiz. Nima sababdan desalaring, ushbu ko'rib turgan, arqamda ko'rgan binolaring 2 etajli o'quv markazi, ya'ni IT center bo'lyapti ekan, xudo xolasa, va ushbu binoni noldan partiklyor shaklda qurib bitirib berayotgan Ma'murxon aka ustamiz oldilariga tashrif buyurganmiz va qisqacha ushbu binomiz partiklyor shaklda necha pulga bitdi, necha kunda bitdi, shular haqida savol-javob qilamiz. Ma'murxon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan aka. Hop, Ma'murxon aka, ushbu binomizni necha kunda qanaqa xizmatlar qilib berdingiz, shuni qisqacha bizga aytib o'tsangiz. Bizga bu binomizda sement qo'yilgan, poydevor qo'yilgan, zakladnoy qo'yilgan holati topshirishdi. Biz bu binomizda 14 kun mobaynida ish qildik. 14 kun mobaynida ish qildik. Temir konstruksiya ishlarini tikladik, sandvich devorlarni qotirdik, tomlarni yopdik, ichida pol qismi, kraska qismi hammasini bitirdik. Bitirib berildi aka. 14 kunda noldan mana shu holatga olib kelindi. 14 kunda noldan. 14 kunda bu menimcha boshqa materialda bunaqa qilishda iloji yo'q. Yo'q, uni iloji yo'q. G'isht urib bitirolmaydi. Ha, to'g'ri. Xo'p, Ma'murxon aka, endi hammamizga, obunachilarimizga ham qiziq savol. Necha pul ketdi va kvadratini vodiyga yoki vodiydan tashqariga, chetlarga chiqqanda necha pullar qilib beryapsizlar? Partiklyor shakllarni Bizning xizmatimiz aksariyat holatlarda patulush holati vodiy bo'ylab bo'lsa, uzoq yaqiniga qarab chiqadi. Keyin ba'zi bir ishlovlarini berilishiga qarab chiqadi. Aksariyat 60 mingdan 150 minggacha holatiga qarab chiqarib beriladi, xizmatga qarab chiqarib beriladi. Keyin ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Ma'murxon aka binolaringni o'zlari dizayn qilib berishadi. Aynan shu binoni ham dizaynini o'zingiz qilgansizlar. O'zimiz qilganmiz dizaynini. Zo'r. Do'stlar, parametrlarni qisqacha aytib o'taman. Ushbu binomizga 10 sm qalinlikdagi 14 polotnisli penoplast materialdan tayyorlangan, ranglarini oq qilib sandvich panel ishlab chiqarib berganmiz. Kimga sifatli sandvich panel va sifatli usta xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi va Ma'murxon akamni ham Instagramlarini hamda nomerlarini qoldirib ketamiz. Bemalol akamlarga bog'lanib, xizmatlaring bo'lsa, bemalol gaplashib, kelishib, joyda tepasida hal qilib olsalaring bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun albatta manfaatli videolar chiqarishda davom etamiz.